Hammaga salom, sizlar bilan internet foni kanali. Bugun sizlar bilan cho'tki bot orqali sarmoyasiz pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Bu botni ko'rasizlar, hozir juda ham cho'tki narsa topganman, life hack deymizmi. Bir daqiqaning ichida o'sha siz 30 rubl ishlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Men buni videosini Telegram kanalga tashlab qo'yganman, ya'ni o'sha bir daqiqada o'sha 28 rubl ishlaganman va bugun ko'rib o'tamiz qanaqa u qilinadi. Bo'lmasa videoni boshlashdan oldin обязательно kanalga obuna bo'lib, bunaqa video uchun like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Chunki juda ham super va bu bot to'liq 100% mashinik emas, isbotlarini ham ko'rsataman. Ularning kanali bor, ya'ni o'sha pul chiqarganlar odamlarni skrinshotlarini tashlab borishadi, uni ham ko'rsatib o'taman. Bo'lmasa biz videoni boshladik. Va mana bizni bugungi botimiz Got It Money deb nom ekan. Hop, biz kirganimizda nima qilamiz? Biz kirganimizda bitta kanal beradi. Startda bosganingizda o'sha kanalga kirib obuna bo'lib va yana boshqa start buyrug'ini bersangiz, mana shunday oyna ochiladi, ya'ni 4 ta bo'lim va bonus, birinchi bonus bo'limi men o'sha bonus olgan ekanman, ya'ni sizga 50 kopeyka beradi. Shu kirgan zahodda siz balansingizda ya'ni 0.5 rubl paydo bo'lib qoladi. Va keyingisi druzya bo'limi, ya'ni referallar chaqirib pulishingiz bo'ladi. Mana har bitta chaqirgan do'stingizda 25 kopeyka va plus ularda ishlagan pulni 10% ni sizga bonus qilib berar ekan. Hop, keyingisi profil bo'limi. Profil bo'limi bu yerda nima qilamiz? Mana Nousy degan botni joyi bor, uni oxirida ko'rib o'tamiz. Nima qilamiz? Mana привязывать кошелек deyapti. O'shani ustiga bosamiz va payerda ustiga bosamiz. Ya'ni hali ko'rsatilmagan va bu yerga biz payer raqamimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Hop, va jo'natamiz. Va bo'ldi. Mana bizning koshelogimiz ulandi. Endi esa biz bemalol pul chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Hop, endi bu yerda qanday pul ishlaymiz? Zadaniya bo'limiga bosamiz. Va bu yerda ko'ryapsizlar, bizda 3 ta zadaniya bor va bu yerda mana o'sha bularga ma'lumot bergan. Masalan, podpiskadan 15 kopeykadan 40 kopeykaga ishlashingiz mumkin bo'ladi va prosmotr, ya'ni ko'rish orqali siz 0.5 kopeykadan 5 rublgacha ishlasangiz bo'ladi. Va reaksiya like deb yozib qo'ygan. Mana bu yerda o'qiyapmanmi? Reaksiya like'ni o'sha siz 0.5 rubl o'sha 5 kopeykadan 15 kopeykaga ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, birinchisi podpiska Telegramni ko'ramiz. Bu yerda nima qilishimiz kerak? Masalan, xo'p, sizga qaysidir masalan buni ko'rmoqchisiz, 20 kopeyka turar ekan. Ustiga bosasiz va bitta podpisatsiya bo'lasiz. Va qaytib chiqib проверить подпискuni bosasiz. Bo'ldi. Xo'p, mana podpiska подтверждена, bonus зачислен. Ya'ni bizni pulimiz o'sha oshdi. Masalan, balans profilni ko'rsak, mana balansimiz 2885 edi, hozir 2905 ga o'zgardi. Endi keyingisi zadaniya bo'limiga bosamiz yana va просмотр post reaksiya ashlar ustiga bosamiz. Va bu yerda ko'ryapsizlar, juda ham ko'p zadaniyalar bor. Buni har bittasini bittadan bosib chiqib like bosib o'tirishingiz mumkin. Yoki bittasi live hack ko'rsataman. Shu orqali ham pul ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, bunday qilamiz. Hozir biz hammasini ustiga bittadan bosib chiqamiz. Mana men hammasini ustiga bosib chiqdim va umumiy hisobda mana 60 bitta xuddi shunaqa сообщение yozadi bot. Bu yerda nima deyapti? Xo'p, выполнить задание, ya'ni sizga zadaniyani bajarish uchun 300 sekund berar ekan. Siz zadaniyani bajarmaysiz ham bo'ladi, yoki-da перейти по ссылке qilib turib o'sha zadaniyasiga masalan like bosib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz bajaring, xohlasangiz mana shunday hammasini bosib chiqqaningizdan so'ng 300 sekund kutishingiz kerak bo'ladi. Bu ya'ni minutda hisoblaganda 5 daqiqa bo'ladi. Va hozir ko'ramiz, 5 daqiqa kutamiz va nima qilishni o'zim keyin aytaman. Va mana ko'ryapsizlar, o'sha 5 daqiqadan keyin o'sha sekin-sekin kelishni boshlayapti. Mana shunaqa xabarlar. Va past materialni bosib chiqamiz hammasiga. Va bo'ldi, bizning balansimizga o'sha pullar taqdim etilaveradi. Va hammasini bosib chiqib olaman va videoni yana davom ettiramiz. Va bo'ldi, mana hammasini bosib chiqdim. Xo'p, endi balansimizda eslab qo'yamiz qancha bo'lgan ekan. Balansimiz 29.05 bo'lgan ekan. Biz hozir bajardik va endi profilga bosamiz. Mana 32 kopeyka bo'lib qolibdi. Xo'p, to'g'ri, bu ozgina kamga o'xshaydi, lekin zadaniya bo'limiga o'tib turib просмотр video YouTube deb bossangizlar, sizlarga mana shu yerda juda ham normal summa beradigan zadaniyalar chiqadi, ya'ni 3 rubl beradigan zadaniyalar chiqadi.
ularga ham xuddi shunaqa bajarsizlar bo'ladi. Men просто bajarib bo'lganman, shu sabab menda hozir zadaniya tugagan. Mana shular bajarishlar sizlar ham bemalol 30 rubl 40 rubl chiqib qoladi. Va lekin bu life hack mana bunga o'tmaydi, ya'ni podpiska tagiga o'tmaydi, ya'ni bularga podpiska bo'lmasangiz bot tekshiradi, ya'ni hammasi tekshiradi. Lekin mana bu ikkala zadaniyani esa tekshira olmaydi bot, ya'ni postda qaraganingiz va reaksiya bosganingiz umuman tekshirmaydi va mana prosmotr video podpiska, ya'ni YouTube uchun podpiska videosini ko'rganingizda bu bot hech qanaqa tekshira olmaydi. Shu sabab 300 sekunddan ichidan keyin o'sha avtomatik siz bajarildi deb o'sha sizga nima beriladi va o'sha pullarni yig'ishtirib olasiz. Keyin esa nima qilasiz? Endi pul chiqarishga kelayotgan bo'lsa, profilga bosasiz va Visit'ga bosasiz. Va PR raqamingizni yozasiz. Keyin mana bu yerga summani kirityapti. Masalan, meni balasimda 32 rubl bor. Ustiga bosamiz va mana minimalniy summa 50 rubl deyapti. Hop, 50 rubl to'plaganingizdan keyin pul chiqarishingiz bo'ladi. Bu isbotlari ham bor. Masalan, mana ularning ikkinchi kanali, ya'ni asosiy kanali va bu yerda sizlar pul chiqarganlar ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Mana masalan, mana bu yerda tashlashgan pul chiqarganlar mana bu yerlarda tashlab borishgan, ya'ni pul chiqarganlar 100% to'lab berishyapti. Bemalol kirib ishlasangiz bo'laveradi. 100% bot 100% ishonchli, bemalol kirib ishlasangiz bo'ladi. Bot manzilga tayyorgarda, kanal sulkasida kommentariyada bo'ladi. Hammaga omad, sog' bo'lib, salomat bo'lib. Lekin bunaqa live hackga bitta like bosib qo'ymasangizlar bo'lmaydi. Menimcha obuna bo'lsam arzda kerak bunaqa. Sizlar bilan telefon kanali bo'ldi. Hammaga xayr, sog' bo'lib, salomat bo'lib.